Kecha yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan bo'lgan uchrashuv men kabi yoshlar uchun unutilmas voqea bo'ldi. Ayniqsa, payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon etilgani eng quvonarli voqea bo'ldi. Chunki bu degani har hafta yoshlarga imkoniyat, yoshlarga e'tibor, yoshlarga minbar demakdir. Bundan tashqari, Yoshlar ishlari agentligi qoshida tashkil etilgan volontyorlikni qo'llab-quvvatlash markazi tashkil etildi va bunga davlat byudjetidan 62 milliard so'm pul ajratilishi ta'kidlandi. Bu degani har bir yosh o'zining ijtimoiy loyihalarini amalga oshirishi, qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bundan tashqari, har bir yosh o'zining ijtimoiy faolligi orqali davlatimizning ravnaqiga katta hissa qo'shishi mumkin. Bunday tashabbuslarni amalga oshirayotgan yurtboshimiz biz yoshlarga katta imkoniyat eshigini ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi.